Assalomu alaykum. Telegram gruppamiz a'zolari. Mana navbatdagi obyektimizga kolodis o'rnatib berish jarayoni. 4 talikka kablab tayyor qilib qo'ydik. Hozir kolodislarimizni tushiramiz. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Kalsolarimizni ham olib kelib qo'yganmiz. Mana kolodislarimiz. Hozir buni olib kirib kavlangan joyimizga tashlaymiz. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, hammom, hojatxona, oshxonalarga tashlab beramiz.